Videoda oxirigacha ko'rsanglar, oldingi holati va keyingi holatini videoda ko'rsatib o'tamiz. Andijon shahrida yana bitta mijozimizni xonadonlarga kelganmiz. Bu birinchi sanuzeli, dushovoy kabina ustanovka qilamiz bu yerga. Yana bitta sanuzeli bor, spalniy xonasida ikkinchisi. Business house domlariga kelganmiz yana. Bu ikkinchi sanuzeli ekan. Qora semitsitel, qora aksessuarlardan foydalanilgan ekan. Dushovoy kabinamizni ham xuddi shu ranglarga moslab qilib beramiz. Dushovoy kabinamiz tayyor bo'ldi. Qora profil, qora ruchkalarni, qora aksessuarlarni qildik. Rangiga moslab berdik. Bitta ko'rib baho beringlar. 1.5 ga 1 metr, bo'yi 2 metr. Oynasini matviy qilib berdik. Ikkinchi dushovoy kabinamiz ham tayyor. Ikkala dushovoy kabinani ham bir xil qilib berganmiz. Ozgina razmerida farqi bor, xolos. Bu dushovoy kabinamiz razmeri 95 ga 83, bo'yi 2 metr bo'lgan. Razmerlarning farqi yo'q. Xohlagan razmeringlarni qilib beramiz. Sizlarga ham kerak bo'lsa, tepada nomer qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Like bosganlarga alohida rahmat.